e'lonimiz bor edi. Hurmatli obunachilarimiz, aziz gulchaydolari, sizlarga shu YouTube kanalimizda bir o'yinli mukofotimiz borligini aytib o'tamiz. O'yin shartlari: sizlar piyongul ko'chatlarini ekish uchun yer tayyorlash bo'yicha boshqa usullarni bilsangiz va yana yerga qanday tabiiy ozuqalar tashlash kerakligi to'g'risida fikringizni kommentariyada yozib ketinglar. Sizlarning barcha fikringiz ko'pchilik uchun muhimdir. Kommentariyada yozilgan so'zlarga eng ko'p layk bosgan kontakt egasi mukofotga loyiq deb topiladi. Bu bilan siz bizning qimmatli mukofotimiz egasi bo'lishingiz mumkin. Sovringa qo'yilgan mukofotlar 2 tup Madame Coltain oq piyonguli, yana bunga qo'shimcha 8 tup o'zimizning pushti piyongul ko'chatlari, jami 10 tup piyongul ko'chatlari sovg'a tariqasida beriladi. Bu mukofotlarimizni aniqlash muddati 2025-yil 31-avgust kuni soat 24:00 gacha belgilandi. G'oliblarimizni mukofot egasini 2025-yil 1-sentyabr kuni Mustaqillik kunida shu YouTube kanalimizda e'lon qilamiz inshaalloh. Azizlar, endi esinglarda bo'lsa, ikkinchi darslik 1-iyul 2025-yil kunidagi bizlarni ko'rsatuvimizni yakunida bir e'lonimiz bor edi. E'lonimizda endi yutuqli bir mukofot berish niyatimiz bor edi. Bu mukofotni berish uchun kerakli ma'lumotlar yig'ilmaganligi sababli shu mukofotni egalariga topshira olmadik. Azizlar, mana shu muddatni endi 20-noyabr 2025-yil kuniga belgiladik. Yanada imkoniyat bor hozirgi kunda. Mana shunga e'tiborli bo'lib, mana shu bizlar tomonidan qo'yilgan mana shu yutuqlarni egasi bo'lishingizni tilakdoshimiz. Azizlar, endi g'oliblarimizni aniqlash uchun shartlarimizni yana bir sizlarga eslatib berib ketamiz. Birinchi navbatda mana shu bizning kanalimizga obuna bo'lib olasizlar. Keyin kanaldan mana shu ikkinchi darslik yangi piyongul ekish uchun yer tayyorlash 1-iyul 2025-yil kungi mana shu videoga kirasizlar. Avvalambor bu videoni yaxshilab ko'rib chiqish kerak. Videomizni boshlanishi mana shunaqa boshlanadi. Undan keyin mana shu videomizni tagiga tushsanglar, kommentariya degan joy bo'ladi. Mana shu kommentariyada yana bir marta qaytarib o'tib ketamiz. Piyongullarni yetishtirish uchun yer tayyorlash bo'yicha yangi bir mavzudagi yangi bir o'zingizlarni takliflarni kiritasizlar. Takliflarni kiritganingizdan keyin mana shu paydo bo'ladi. Sizlar yozgan yozuvlar, takliflar. Ana undan keyin mana shu yerda mana hozir kichkintakina like tugmachalari ko'rinyaptimi? Mana shu like tugmachalariga ham e'tibor berasizlar. Kimniki ko'p bo'lib, yaxshi bir taklif bergan bo'lsa, mana shu kontakt egasini g'olib deb topamiz. Azizlar, o'ylaymanki g'oliblarimizni tez kunda aniqlaymiz. Aniqlangan g'oliblarimizni mana shu YouTube kanalimizda e'lon qilamiz. Barchangizga omad tilaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Doimo sog' salomat yuringlar.